Xo'p, unda boshlaymiz. Men brauzerim Sonnet deymizmi, Comet deymizmi, nima deymiz, shunaqa brauzer ishlataman. Icon-ni hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bunda bosganda Perplexity degan bitta API anaqa bor, sun'iy intellekt bor. O'shani brauzeri bor ekan. Xohlagan bir saytni ichiga kiradigan bo'lsa, Olex.uz hamma ishlatgan O'zbekiston bo'yicha. Mana shu joyda mana assistentdan bosadigan bo'lsak, AI bor, bu yerda sun'iy intellekt. Bu yerga prompt yozadigan bo'lsak, bizga shu promptimiz bo'yicha analiz qilib beradi. Bu brauzer o'zi default anaqasi sun'iy intellekt bilan birga ishlaydi. Bu brauzer tekin brauzer. Men bu yerga maqsadimni yozdim. Xullas, menga shunaqa narsa kerak, qayerdan topsam bo'ladi yoki menga ko'rsatib ber, analiz qilib ber desam, assistent menga aytayaptiki, 10 ta narsalarni ko'rib chiqdim. Ham variantli bor deyapti. Bularni endi tekshirib chiqamiz va sourceslar ham shu yerda berilgan o'zi mana. Sekin o'qib chiqamiz endi. Loyihani qanaqa qilishimizni miyada bilamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar to'g'ri keladimi yo'qmi, birma-bir tekshiramiz. Yaxshi, mana qayerdan qilayotganligini beradi. Exchange rates, currencies, conversation. Tekinmagan pricing bor ekan. Oyiga menga price list kerak emas-da. Free currency. Mana bu tekin ekan menimcha. Nimadan pul qilishadi bular? Nimaga login? Men token bilan murojaat qilaman bunga. PHP uchun, Ruby uchun official libraries. O'zingizlar orqaliga qo'shsanglar bo'ladi. Tushunarli. Official libraries, authentication, limit, status kodlari, bularni menimcha bilsanglar kerak. Tak, currency list. Mana bizga kerak narsa. Maqsadi mana proyekt nima uchun bu g'oya miyaga keldi, qayerdan generate bo'lib qoldi deydigan bo'lsa, bu g'oya men Taobao, Pinduodo, 1680 saytga shunga o'xshash qanaqadir portallaridan yoki Alibaba, AliExpresslardan narsa sotib olaman va shu darajada muammo bo'ldiki, har safar pul birligini hisoblashim uchun har safar Google ga yozaman, keyin ChatGPT ga yozaman, menga hisoblab ber, mat bo'lib ketmadimi, bunday bo'lmadimi deb har safar hisoblayman. Agarda mana shunaqa dasturim bo'lsa edi, men oson bo'lardi, shu tanlab qo'yardim yuanni va yuanni dollarga, so'mga, ya'ni qaysidir valyutaga konvert qilsa, nechta pul bo'ladi degan bir savol bilan shu loyiha boshlangan. Qaniydi shunaqa ilovam bo'lsa edi. O'zi aslida ilovalar ham mana shunaqa muammolarni yechish uchun bo'ladi ilovalar. Masalan, ChatGPTga ChatGPTning ham tekin varianti, pulli varianti emas. Aytaman men, listni tashlasam, menga u analiz qilib beradi. Endi list katta bo'lsa, misol uchun men juda katta listni tashlasam, tekshirib chiqishga imkon yo'q bo'lsa yoki o'zimman men rub nima qiladi, nok nima qiladi, nok bu mevami o'zi bu, shu narsalarni bilmayman. O'shaning uchun qaysi logikasini Xitoy pul birligi bilan ro'yxatdan agar xohlasang men senga ilovada real time valyuta konvertatsiya logika qilib beraman. O'shanda bizda mana bu narsa bormi degan savol bor. Boraman. Chinese yuan bo'ldi, mana bor ekan. Bizni valyutamiz bor o'zimman. Bu listni kelajakda ishlatamiz. Endpoint status ko'ramiz. Status API, free API va bir status. Bundan olib get request bo'lgani uchun brauzerdan call qilib qo'yamiz. Error API key bizda key yo'q ekan. Keyni qanaqa qilamiz? Authentication'ni qanaqa qilamiz? Buni aytmadingiz-ku, aka. Qayerdan API key olamiz degan savolni. Mana. Yo'q. Credential dotku. Mana. Ko'rmay qolibman shuni. O'qidim-ku shu narsani. Battanligini bilmabman. Endi buni bosamiz. 5 minutes later. Voy, balga qotib qolgan-da. Hamnavbat qilib. Mana senga o'sha kayf. This is my API key. Yes. Brauzerga olib tashlaymiz. Vot, mana bizga kerak bo'layotgan narsa mana shu bo'ladi. Boshqa narsa kerak emas. Mana shu narsa uchun biz harakat qildik hozir. Request playground bir dona API qo'yil masalan. Butun boshli proyekt uchun bir dona currencies degan narsani olamiz. Currencies list chiqadi bizga. Bor butun endpoint mana shu ekan o'zi mana. Buni bosgancha. Tak, account ID maniki. Where is both total used ikkita total mingtam o'shanda remaining grade total used remaining. Nima bor yo'q ming marta. Voy. Nima bu? Har oyda yangilanib turarmikin endi bu? Month. Bo'ldi, har oyiga mingta. Qanday logika qilamiz endi bunga? User kiryapti.
request qilib olib kelyapti real time'ini, hisob kitob qilyapti, keyin yana qaytib chiqib ketyapti programmadan, yana qaytib kiryapti, yana olib kelyapti, yana hisob kitob qilyapti. Shu yerda o'zida ikkita ishlatadi. Bir kunda 4-5 marta kirsa 4-5 marta yo'q ketadi. Agar proyekt katta bo'lib, yuklovchilar soni ko'p bo'lsa, bir kunda 2000 ta odam skachat qilsa, demak 1000 tasi ishlatib bo'ladi, ishlatib qolganlari ishlata olmaskan programmani. Boshqa yechim o'ylash kerakga o'xshayapti. Agarda men uni cache qilib qo'ysam, real time ishlamaydi. Daily qilib qo'ysam-chi, bir kunda o'zgarmaydi-yu. 1 soatda o'zgarmaydi. O'shanda men bitta kirganda proyektga mana bugungi sana bilan get qilaman, cache yozaman. Keyin yana kirgan paytimda bugungi sana bilan data cache bormi yo'qmi tekshiraman. Agar data bor bo'lsa, bo'ldi, cachedan olib ishlataman. Agar yo'q bo'lsa, fetch qilaman internetdan. O'shanda bir kun davomida kirganimda men local storagedan olib ishlataman. Ya'ni bir kunda misol o'zgarib qolmaydi. Bo'ladi, yechim zo'r. O'zimga qoyil. Boshlanish ishlatib turaveraylik, men API keyin balki kelajakda men o'zgartirib boramiz balki. Hozir development holatda yana 5-6 tasini yesak, 10 ta qo'y nima bo'ladi deganday bo'ladi-da. Bo'ladi. Bizga bu URL ni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun save qilgan bookmark mana shu yerga qila qol. Hozircha easy kirishimiz uchun